Oysa, tez bo'l, kech qoldik. Mana adajonisi chiqyapman. Buncha odam shoshiltirasiz. Menga qarang. Dadangizam eshitib qoldilar. Biza bilan ketadilar. Jinnimisan nima? Mana arqadan chiqyapti. Kiyinib, u kishi borsalar, men hech qayerga ketmayman. Dadamga bu narsa dedingmi? Yo'q, hech narsa deganim yo'q. Nima deyman men? Bo'lmasam yur tezroq hozir chiqib qoladilar. Ketdik. Alo, ha adajonisi. Kiyinib tayyor bo'lib o'tiribman. Qaysi restoranga ketasiz? Barakat topsin o'g'lim. Ertalab aytgandim-a, aylanishga olib borgin deb. Men bir kiyinib olay. Bo'ling tezroq, buncha milladingiz. Shoshma qani? O'g'lim, senda gapim bor edi. Dada, menga quloq soling. Siz uyda o'tiring. Men keliningiz bilan bir o'zim aylanib kelay. Men siz boshingiz ham sal o'zi tushunasiz-ku, biz yoshlar aylanib kelaylik. Xo'p, dada, uyda o'tiring. Dadajon, men aylantirishga olib bo'lay. Xo'p o'g'lim, aylantirishga olib boraman. Asal o'g'lim. Ustingni kir qilib yoribsan-ku. Sana. Yur ketdik, aylantirib kelamasan. Shunchaki sizlarga oq yil tilamoqchi edim. Yesat qiyo bo'lib ketsam bir. Assalomu alaykum otam. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Allohga shukr, Allohga shukr. Aybga buyurmaysiz. Suhbatlaringizni eshitib qoldim. Endi o'g'lingiz yosh. O'ylamang, siqilmang otam. Kimdir otaga zor, kimdir otadan bezor. Hech nimani o'ylamang. Hozir bundoq qilamiz. Keliningiz uyda osh qilib qo'ydi. Shuni borib birgalikda o'tirib maza qilib yesak. Nima deysiz? O'g'lim, keyingi safar. Endi yo'q demang. Endi yo'q demang. Qilsam bo'larim-da otam. Bir kun oxiri duo qilib qo'yarsiz bizlarni-da. Qanday bo'ladi? Zo'r bo'lardi otam. Juring. Ora bo'lmas otasini yig'latganni, dasturxonda noni bo'lmas otasini yig'latganni.